Assalomu alaykum. Biz Din Hayotdir degan Telegram kanalimizga yozayotgan videolarimizni davom ettiramiz. Bugun Allohni tushunish, tushunmaslik haqida biroz tushuncha berib o'tamiz. Hozirgi iymonliman, ishonchim bor degan insonlar ko'pchiligi Allohni tushunmaydi. Uni aqlan tushunishga harakat qilib ko'rishadi yoki bo'lmasam boshqalarni dunyoqarash asosida bu narsalarni shakllantirishga harakat qilishadi, lekin agar mabodo Allohning so'zini, kalomini keltirsangiz, uni taniy olmayotganligini ko'rib qolasiz. Bu juda ham katta problema. Ya'ni Allohni tanimaslik problemasi hozir hamma joyda bor. Bu hamma dinlarda bor. Endi musulmonchiligimizga urg'u beradigan bo'lsak, mana kecha men bir ulamo bilan gaplashdim. Unda shu savol bo'lib qoldi. Siz oldingi kitoblarga ishonasizmi degan. Men o'shalarga oldingi kitoblarga ishonaman desam, o'sha yerda Lut payg'ambar hikoyasini esga olib, Allohning kalomida bunday so'zlar bo'lmasligi kerak degan gapni qildi. Ya'ni demoqchiki, payg'ambarlar sha'niga to'g'ri kelmaydigan ish bo'lgan. Buni kitobga yozish, umuman birinchidan payg'ambarlar bu shunday ishni qilmaydi, ikkinchidan bu narsa kitobga yozilmaydi degan ma'noda gapirdi. Lekin men u odamga albatta aytsam bo'lardi, o'zing ishonadigan Allohning so'zini tanimayapsanmi? Nahotki Alloh shunaqa narsalarni yozish yozmasligini bilmaysan? O'sha masalan o'sha holatni bir ko'zga tashlaydigan bo'lsak, o'sha Lut payg'ambarning ikki qizi bilan yotishi degan ma'no kelib chiqadi u yerda. Lekin u yerda Lut payg'ambarning umuman aloqasi yo'q. Ya'ni agar aloqasi bo'lsa ham, uning xatosi balkim o'zimizni oddiy tilda gapirganda ko'p ichib qo'yganligida bo'lishi mumkin. Qolgan joyda uning aybi yo'q, chunki bu yerda Allohning o'zi guvohlik beradiki, Lut ularni kelib ketganidan xabari yo'q edi deb. Ya'ni qanday kelgan, qanday ketgan, nima bo'lgan, undan hech qanaqa xabar yo'q. Albatta bu u qadar yaxshi ish emas. Bizni ko'zimiz bilan qaraganda bu to'g'ri yo'l bo'lmagan. Lekin bunga asoslangan holda Allohning kalomi buzilgan deyish noto'g'ri. Xuddi shunga o'xshagan voqealar Davud payg'ambar bilan ham yuzaga kelgan. O'shanda ham shunaqa so'zlar uchraydiki, bunday gap bo'lishi mumkin emas. Allohning payg'ambari bilan bunday narsalar bo'lmaydi degan so'zlarni aytishgan, lekin bu ham bir ibrat biz uchun. Ya'ni Allohning payg'ambarlari ham gunoh qilishi mumkin. Ko'pchilik ulamolar aytadiki, Allohning payg'ambarlari gunoh qilmaydi. Ular faqat xato qiladilar deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri. Allohning ayrim payg'ambarlari mutlaqo dindan ham, iymondan ham chiqib ketgan hollari bo'lgan. Bunday payg'ambarlardan bittasi Valam payg'ambar. Uni mana shu Musa payg'ambar davrida Misrdan chiqqan Bani Isroilni qarg'ash uchun uni yollashadi. U yerga kelib 3 dafa bu xalqni qarg'ashga urinib ko'radi. Lekin Alloh unga yo'l qo'ymaydi, bu ish qilishiga. Shunday bo'lishidan qat'iy nazar, shuncha narsalarni eshitgandan keyin ham ana o'sha hikoyani boshidan oxirigacha o'qisalaringiz juda ham ibratli joylari bor. Kelgan zahotiyoq Alloh bularni orqasidan borma degan joyi bordi. Lekin ko'proq va'dalar berganligi orqasidan undan keyingi kitoblar bu narsani tasdiqlaydi. Ya'ni bu payg'ambar ozroq ochko'zlik qilib qo'ygan. Ya'ni o'sha o'ziga kelgan narsani qisqa qilib aytganda pulga chaqqan. Buni oqibatida u 3 bora Bani Isroilni qarg'ashga urinib ko'radi. Lekin Alloh unga yo'l qo'ymaydi. Uni tilidan bu Bani Isroilga baraka so'zlari chiqib keladi.
Shunday bo'lishidan qat'iy nazar u ketish oldidan o'sha uni yollagan insonlarga qanday qilib Bani Isroilni yo'ldan urishni o'rgatib ketadi. Va buning orqasidan Bani Isroilda 20 qancha ming inson halok bo'ladi. Hozir men bu haligini aytib o'tirmayman, adashishim mumkin. Sonlarga biroz xotiram sust. Xullas kalom, minglab odamlarni o'limiga olib kelgan bir halokatni aytib ketadi. Ya'ni o'sha o'z bu xalqni ayollari bilan u xalqning erkaklarini birga qilish, ya'ni chaqirish, ularni bayramlarga chaqirish, boshqa qilish, ya'ni diniy qandaydir marosimlarga chaqirish orqali ularni dindan chiqarish mumkinligini aytib ketgan bo'ladi va haqiqatdan ham shunaqa yuz beradi. Va bu xalq o'shani orqasidan minglab Bani Isroil, ya'ni minglab insonlardan ajraladi. Bu bitta misol. Albatta insoniyat tarixida gunoh qilmagan, xato qilmagan payg'ambar ham bor. Bu payg'ambarning ismi Iso Masih deyishadi. U haqda Alloh taoloning o'z guvohligi bor. U hech qachon gunoh qilmadi degan so'zlari bor Alloh. Mana bu payg'ambar uchungina biz bu narsani qo'llay olamiz. Qolgan payg'ambarlar o'z hayoti mobaynida gunohlarga yo'l qo'yishgan, buni sabablari ham bor. Ya'niki Alloh vaqti kelganda o'zi yaratmoqchi bo'lgan o'z xalifasining namunasini ko'rsatish uchun biroz insonlarga yashashga imkoniyat bergan. O'sha payg'ambarlar ham har xil harakatlari bilan bir necha tomonlarni ko'rsatib berishgan. Ya'ni iymonga kelgan insonlar qanaqa bo'ladi, o'sha narsani ko'rsatib berish ham payg'ambarlarning bir xizmatiga kiradi. Albatta ularning asosiy xizmati ularga berilgan o'sha aqidani, o'sha bilimni, Allohdan kelgan vahiylarni yetkazish. Ammo o'shalarning ichida o'z hayot turmush tarzi bilan boshqalarga o'rnak bo'lish ham albatta payg'ambarlarning xizmatiga kiradi, lekin hammasiniki ham emas. Sababi bir xil payg'ambarlar o'z vahiylarni aytib odamlar orasidan chiqib ketishgan. Ya'ni ularni hech kim ko'rmagan, ularning yashash tarzidan hech kim xabari bo'lmagan. Xullas kalom, ayrim payg'ambarlarning qilgan gunohlarini ochib berganligi uchun oldingi kitoblardan voz kechish mutlaqo noto'g'ri. Va buni orqasidan chiqib kelgan mana bu aqida ham, ya'ni payg'ambarlar gunoh qilmaydi, payg'ambarlar faqat xato qiladi degan aqida ham noto'g'ri. Bu yerda asosiy problema, muammo Allohning so'zini tanimaslik. Ya'ni Alloh qanday gapiradi, nimalar haqida gapiradi, buni insonlar bilmaydi. Ya'ni o'zini o'sha tor doirasiga kirib qolishgan, o'sha tor doirasida fikrlab Allohni cheklab qo'yishgan. Unday qilmaydi, bunday qilmaydi, mana bunaqa narsani aytmaydi, mana bunaqa narsani aytmaydi deb mana shu so'zlar bilan Allohni cheklab qo'ygan. Bu orqasidan juda ham katta gunoh kelib chiqadi. Ya'ni Allohning oyatlarini inkor etish, Allohdan kelgan kitoblarni inkor qilish. Inshaalloh bu narsalarni qanday qilib hal qilishlarni, bu muammolarni qanday hal qilishlarni hali gaplashib o'tamiz. Alloh bu suhbatlarimizdan rozi bo'lsin. Birgalashib hidoyatga erishamiz degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.